Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka singillarimiz, aka-ukalarimizga, o'g'il bolalarga Podmoskvadan ish chiqaryapman. Faqat Podmoskvaning patenti bilan ishga qabul qiladi. Priyomniy Rusko orqali borib ishlaysizlar. Aka-ukalarimiz, videoni oxirigacha ko'ringizlar. Men hozir sizlarga tushuntirib o'taman. YouTube kanali bor, Bekzod akamiz Asr vaqt YouTube kanalini yuritadi. Bekzod Mamajonov o'sha akamiz chiqargan ishni sizlarga chiqaryapman. Bekzod akam borib video qilgan, YouTube kanaliga qo'ygan. Shu videoni men ham sizlarga ulashim kelib YouTube kanalimga chiqaryapman. Bekzod akam borib polni video qilgan va ish jarayonini ko'rsatganlarini video davomida qo'yaman, ko'rib boringizlar. Podmoskvaning patenti bilan qabul qiladi. Bekzod akamning o'zining telefon raqamlari qo'yiladi murojaatlar uchun, ishga joylashtirib qo'yadi. Bemalol borib Hasan Musavvar TV kanalidan salom aytib qo'yib, ishlashlaringizni tavsiya etib qolaman va Telegram kanalimni kommentariyga zakrab qilib ketaman. Obuna bo'lib qo'yingizlar. Inshaalloh tez kunlarda ish chiqarib boramiz va stroykalarda ob'yomli ishlar chiqarib boramiz. Endi bundan buyog'i aka-ukalarimiz ishlar boshlanyapti, stroykalarda ob'yomli ishlar va sezon boshlanyapti. Birgalikda gazini bosamiz. Ko'rinmay qolding Hasanbay ish chiqar deb juda yozganlar ko'p bo'ldi. WhatsApp'imga mana sizlarga asta-asta shunday ishlar chiqarib boramiz. Sizlar bilan doim birga bo'lamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar, kommentariyada zakrab bo'lib turibdi va ish jarayonini tomosha qilishlaringizni tavsiya etib qolaman. Qisqachagina reklama, davom etamiz. Ishonchli ro'yxatdan o'tishni xohlaysizmi? Shaxsan bu narsani men o'zim yo'lga qo'ydim. YouTube kanalimiz orqali bemalol murojaatlar uchun WhatsApp'dan bog'lanishlaringiz mumkin. Ishonchli 100% aka-ukalarimiz bemalol patentga topshirib, patentlaringizni olishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Bekzod Mamajonov. Aziz do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, Moskvada yomg'irli kunlar boshlandi. Har kuni ish kerakmi sizga? Ish bor, har 15 kunda oylik issiqxona, skladda, yotoq joyi, registratsiya, ishga bo'lgan transport, abid, forma hammasi bepul. Har 15 kunda oylik beriladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, polnislarga tushuntirib beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qayerdan bo'lasiz? Andijondan. Andijondan. Bitta hammasi Andijon, Namangandanmi? Yo boshqa yerdan ham bormi? Tojikistondan ham bor. Hamma joydan. Qancha vaqtdan ishlayapsiz Chesterian kompaniyasida? 1 oydan beri ishlayapman. 1 oydan beri. Oylik oldingizmi? Oldim. Qancha oldingiz? 20 ming oldim hozircha. Yana 5-kuni oylik chiqadi. Har 15 kun oylik berishyaptimi? Ha, dokument borasizda? Dokument bor. Rahmat. Assalomu alaykum. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? 2 yildan beri ishlayman. 2 yildan beri. Qayerdan bo'lasiz? Namangan Chortoq. Namangan Chortoq. Siz bitta 2 yildan ishlayapsiz, har 15 kun oylik beryaptim. Har 15 kunda oylik berdim. Qaysi chizlovlarda? 5-chida bir, 20-chida bitta. Aha. Ish vaqti qanaqa, nima ish qilasiz? Ish futbolchiman, shu ertalab 8:30 dan kechqurun 8:00 gacha ishlaymiz. Obed vaqti qancha? Obed vaqti yarim soat. Yarim soat obed? Perikur? Perikur bir kunda 5 marta perikur bo'ladi 10 minutdan. Значит, 50 minut plus yarim soat vaqtlaring bor ekan, to'g'rimi? Bu yerda namoz o'qish uchun sharoit qanaqa? Sharoitlar bor, tepada xotirjam namoz o'qigan joylar bor, tahorat qilib xotirjam namoz o'qisa bo'ladi. Ruxsat beriladi. Siz podborshik bo'lib ishlaysiz, to'g'rimi? Podborshikning smenasi qancha to'lanadi? 3,5 ming. 3500 rubl to'lanadi, to'g'rimi? Normativ qanaqadir bormi? Norma bor 320 ta. 320 ta. Normal qilasiz, yuraverasiz, to'g'rimi? Normani qilamiz. Sizni ko'rib mana Namangandan Chortoqdan kelmoqchi bo'lganlar bor. Ofis ochilgan ekan, dokumentga Gulkira yordam beramiz debdi. Siz mana bu yerda ishlab yuribsiz. Qanaqa sharoit, nima qiyinchiliklar bor? Qiyinchilik yo'q shu. Yaxshi hammasi. 2 yildan ishlayapsiz, to'g'rimi? 2 yildan beri ishlayman shu yerda. Mana 2 yildan ishlaydigan odam o'zi intervyu beryapti. Rahmat sizga. To'g'ri? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qayerdan bo'lasiz? Men Namangandan, Chortoqdan. Siz ham shu yerdan? Ha. Bu yerni Namanganlar bosib olgan ekanda. Bosganda. Gap yo'q. Qancha vaqtdan ishlayapsiz aka? 4 oydan beri. 4 oydan beri. Oylingiz vaqtida olyapsizmi? Vaqtida olamiz, oylik. Yaxshi oylik. Har 15 kunda olamiz. Siz smenada qancha to'laydi sizga? Bizga 3,5 ming. Siz ham naboshik, to'g'rimi? Yo'q, men guruchikman. Guruchiklarga 3300 emasmi? 3300, 3,5 ming ishimizga qarabda bizniki. Ishingizga qarab. Siznikidan 3500, to'g'rimi? Ishingiz qanaqa mana siz? Imla nima ish qilasiz guruchchiga? Men vorotada ish qilaman, guruchchiga. Tovar tushirasiz, o'rtasiz, upakovka qilasiz. Hammasi rohli bilan, ha? Ha, hammasi rohli. Bitta yugur, chopashov unaqa narsa emas, ha? Yo'q, unaqasi yo'q. Spokojno. Telefon, naushniklar mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, mumkin emas bu yerda. Mumkin emas. Yo'q. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. А где шумо? Qur'on. Qur'on tepa? Da. Chand moh hamiz ko'ka do'st. 1 so'l 2 moh. 1 so'l 2 moh? Ammo mardum to'yson agar tomosha میکند ما را چی میگویی؟ امو چند سال کوکا دوستی oylik chiqilay. میشه بهترین اخه سری وقت پولم تا 15 20 بهترین اینا مو خیلی 15 روز کاری کردیم شکرانه الله 46 چند میگیریم هر ماه
va do'bor oylik meyri, da? Конечно. Smene chand so'm shuma va? Pulish. Pulish 3600. 3600 shuma gruchikmi? Ham грузчик. Ham gruchik olmaykan. Padbor nima oling? Padbor vaqti odam kam bo'lsa, men ro'y mekan. Ammo padbor sevnim, gruchik sevdi. Sevsizlar, ham xila? Rahmat 100%. Hamma 100%. Rahmat, tashakkur. Do'stlar, bir ko'rib turganlaringdek mana ish jarayoni, nima ish qiladi gruchiklar. Mana shunday korobkalarni olib, taxlab, strichlab, manzillarga jo'natiladi. Tayyor terib kelgan naborchilar, kelib kelishgan tovarlar bilan mana ko'rasizlar. Ish jarayoni, gruchiklar nima ish qiladi? Yugur choppa-chop emas, mana spakoyna, tepada hech kim turmaydi. Kameralar bor, kameralar kontrol va shu boshqa narsalar uchun kameradan ko'rib kelib ishlamayapsan yoki ko'p ishlayapsan degan narsa bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shunday ish jarayoni bu gruchiklarniki. Naborchilar esa mana shu naborlarni skladni ichidan skaner orqali kelib chiqadi. Do'stlar, mana videoga olib bo'ldik. Ish jarayonini ko'rsatishim kerak edi. Skladning ichida tovarni sortirovka qiladi, yig'adi, joylashtiradi, upakovka qilib jo'natishadi. Tojikistonlik ham bitta bor ekan, men Tojikistondan ko'rsatdik, gaplashdik bular bilan. Videoni ko'rgan bo'lsalaring, like bosinglar, tarqatinglar, ish qidirgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yinglar. Do'stlar, ish Moskovskiy oblastda polniy paket dokument bilan ishga qabul qiladi. Biz dokument olmaydi, faqat dokument borlar. Telefon qilinglar. Bundan 1-2 oy oldin borib video qilgandik. U vaqtda uslublari boshqa xil edi, hozir mana uslublari o'zgardi. Shuning uchun odam kerak. 10 ta, 15 ta odam bo'lsa, bemalol ishlash mumkin. 18 yoshdan 40-45, 50 yoshgacha qabul qiladi. Gruchiklik, biz skaner ishlayman degan odamlar ish qidirganda mana biz skaner ishlasa bo'ladi. Biz skaner gruchiklik 3300, skaner bilan komplekt toshinglar 3500 oladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, o'zim javob beraman. Ishga xudo xolis jo'lab qo'yamiz.